Men shu uyda o'z boshimchalik bilan qurdim. Bu 82 millionni men to'lashga kuchim. Men shu uyga svet bo'lmasa ham mana shu kum, mana sharoit qilib olganmiz. Mana shu bizning uy. Mana tirqishni hatto yopishga kuchimiz yetmaydi. Eshikni o'rnattirdik bir balo qilib. Mana bizning uy. Mana shu kullayveramamiz. Ko'ryapsizlarmi? Svet yo'q. Biriga to'g'ri qaysi vijdon bilan ish qildinglar, to'g'ri qonun, qonunga to'g'ri kelmagan ish qilgandir. Ruxsat so'ramasdan qurgandir o'shanasining o'sha uyni. Kimga xalaqit beryapti? O'sha o'rniga nimadir qurasan? Nimadir bog'roq qurasan? Nimadir qurmoqchimisiz o'sha yerga? Park qurmoqchimisiz? Qanaqadir proyektlar bor. O'sha kerak emas, kimga kerak emas. To'g'ri qonun bo'yicha noto'g'ri ishlanadi. O'sha to'g'rilasa bo'ladi-yu. Qanaqadir qonuniy hujjatni bersa bo'ladi-yu o'sha narsani. Uyga ishga qo'yishga puli yo'q odam 80 milliondan oshiq jarima qo'yib qo'yish qaysi vijdonni ish qiladi? Qaysi tumanligini bilmayman. Video tashlab berishni hozirmanga. Iloji bo'lsa mana shu ayol menga aloqaga chiqsa yaxshi bo'ladi. O'rganib chiqardik kerak bo'lsa, hokimiyatga aloqaga chiqib boshqa yo'l bilan qanaqadir vaqtinchalik yashab turishga boshqa joy bersam maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuncha hokimiyat, tuman hokimligi, viloyat hokimliklari kambag'allikni qisqartirish bilan ovora, uy yo'qligiga uy berish bilan ovora. Bu vijdonan postidan ish o'ylab postidan. Balki rahbarlarning xabari yo'qdir. Mani ko'rib turgan bo'lsa, mana shu qaysi tumanda kim qilyapti ish? Rahbarlar xabari yo'q bo'lsa, iltimos qo'l ostiga ishlar o'tganlarni aniqlik kontrol qilinglar. Men noto'g'ri ish qilsizlar, noqonuniy deyotganim yo'q. Qonuniydir. Noqonuniy qo'ygandir. Shuni qonuniylashtirish ilojini qilinglar, harakatini qilinglar. Hakka borsin bu ayol. 80 milliondan oshiq pullar qayerdan topsin? Buzib tashlashlar qayerga borsin?